Xo'sh, bu yerda juda ham ko'p eshiklar bor ekan. Kakras mana shu eshiklarni olib ketsam, mazza qilib, eshikdan uy qursam bo'ladi. Jitilmi? Qalisa, yaxshimisan? Va tinchmisan, bo'ladimi? Nima eshigimga teginding? Baloni yebsan, seni eshiging emas. Endi bu meni eshigim. Endi bu eshiklardan uy quraman. Voy, to'xta, eshigimni qaytar ahmoq. Ertalab bo'pti, quyosh chiqdi olamga, yugurib bordim xolamga. Xola kulcha berdi, xolam dedi, avval o'rningdan tur, ish-pishingni qil, iz qo'lingni-yu. Aytgancha ragvinam yo'q. Qayoqqa yo'qman, ketdim borib, polizimdagi suvga bitta kalla tashab kelaman. O'zimni polizimni kir qilib o'tiraman, ketdim. Qo'shnimni polizi nima bo'lsa bo'lsin, bitta ichiga kirib, bo'ldi, shotga. Yuz qo'limni yuvish emas, birdan cho'milib oldim. Juda ham yaxshi bo'ldi. Endi kun bo'yi olmadim kelib yuraman borib. Nimaga men kompyuterimni kecha o'chirib qo'yish esimdan chiqdi. Obbo, juda ham ko'p elektr energiyasini sarflab yurgan bo'lsa kerak. O video kartam takoy lekin ROG Aurs'dan RTX bilmayman nechidir. Lekin o'chirib qo'yish esimdan chiqqan dabdal bo'lgan. Svetga ham o'chirmaganman. Shuncha elektr sarflanib ketgan. Mayli, hech narsa qilmaydi. Mana bu yerdagi notebookimda lekin mazza qilib o'chirib uxlagandim. Bu yerda yangi o'yinlar o'rnatganman, ko'ryapsizlarmi? Yaqinda bu o'yinlardan stream qilaman, lekin stream kanalimga ko'p obuna bo'lmayapsizlar. Bilmayman nimaga bunaqa qilyapsizlar. Aytgancha akalar, men yolg'iz yashashni boshladim. Bilasizlar, xotinim bilan ajrashganmiz. U yo'q bo'lib ketdi endi. Endi yonimga qanaqadir do'stimni chaqiramanmi bilmayman. Xullas, sizlar kommentariy yozinglar, kim bilan birga yashasam bo'ladi. Tak, ana endi bugun nima qilsam bo'larkina? Mayli, qanaqadir sarguzashtlar bo'lsa kerak, janob mer yoniga tushunmadim. Qo'shnimning eshigi qani? Bunisi ham eshigi yo'q. Shu tam shu ikkalasi bir-biriga eshigini berganda o'rtada paq etgan eshiklar sinib ketgan bo'lsa, yo'q, unaqa bo'lgan bo'lishi mumkin emas. Yomon kun issiq bo'ladi, biroq muzda ichimlik ichib olayin. Assalomu alaykum, brat. Va alaykum assalom. Jo'xa qalisa, yaxshimisan? Rahmat, o'zim yaxshimisiz? Bo'ladi. Nima gap? Xullas, menga bitta muzdagi ichimlik kerak. Mavlarim muzdaymi ekan? Ushlab ko'r qani. Tak, bu yerda Pepsi bor ekan. Mana nima Red Bullmi? Yo, Red Bull ichmayman. Bezgaz suvingiz yo'qmi oddiy? Bezgazmi? Ana chekkadagi shishadagi bezgaz suv bo'lsa kerak. Mana umi, bu nima edi? Bu yo'q, bu vashcha yomon narsa-yu. Unda yo'q ekan demak. Mayli, unda Pepsi ichsam ekan, kola ichsam ekan. Mana uni ichaman. Nima edi bu? Bu Tilka Heineken. Nima deb yozilgan bilmayman. Qarochi, brat, mana shu Heineken degan ichimlikni olyapman. Bo'pti, olsang olaver. Buni narxi $3. To'g'ri, izimrudda savdo qilamiz. 2 izimrud. Janob, izimrud olib kelish esimdan chiqib, shuna borib uydan olib kelib bersam bo'ladimi? Bo'ladi, mayli. Bo'pti, hozir olib kelaman. Lekin to'xtang, bo'lmasa tashab ketay, shu yerda turib tursin, kelib turib olaman. Endi sizga baribir pul bermasam to'xtang-da. To'xtang-da, nimada yozilgan? Bu yomon ichimlik ekan, birat olmayman, kerak emas. Ichimlik ko'chadan ariq suvni ichaman, maylimi? Kerak emas bunaqa ichimlikni, nima qilaman? Voy, Jo'xa, yordam ber. Nima deysiz, janob? Ya'ni nima deysan, jitel? Nima sen meni senlayapsan? Men sendan kattaman-ku, sen nimaga meni senlayapsan? Kechirasan. Karoshdak, kechirasiz. Nima deysan? Nima muammo? Nima baqir-chaqir qilyapsan? Karochi, kecha uyimda o'tirmagandim, prosta uyimga kiretgandim. Ortimda bitta qora kiyimli brat keldi-da. "Qo'y" dedi. Ha dedi. Ha dedingmi keyin? Ha dedim. Keyin esa aytdiki, "Men seni eshigingni olib ketaman" dedi. Keyin esa eshigimni olib ketib qoldi. Kim ekan u qora brat? Bilmayman, qanaqadir qora kiyimli dedim, qora brat demadim. Yaxshi. Keyin nima bo'ldi? Mana sening uyingmi aytgancha? O'sha meni uyim, mana meni axranam. Manami? Ko'ryapsanmi, sen menga teginadigan bo'lsang, bu senga teginadi. Tushunali, bo'ldi, senga hech qachon tegmayman. Kelib peshonangdan o'pib qo'yaman. Yo'q, peshonamdan o'pma. Nimaga? Peshonam bilan boshim bir xil adashib, boshimni o'pib yuborasan. Kalsanda chunki. Shunaqa. O'sha eshikni topish kerak yoki joyiga yangi eshik kerakmi bilmayman. Menga nima deysan? Borib janob merga ayt, anaqa politsiyachi turibdi, politsiyachiga ayt. Ana yoqda kofechi bor, kofechiga ayt. Kofechiga nimaga aytaman? Kofe damlab bera, ichib o'tirasan. Nima o'zgaradi? Eshigi paydo bo'lib qolmasa kerak? Zato kofe ichasan, maza qilib. To'g'ri. Mayli. Hozir prosta janob merni oldiga borishga biroz uyalayapman bitta eshik uchun. O'sha uchun o'zing borsang aytib qo'y janob merga. Mayli, aytaman, bo'pti. Meni kim yo'q qolgan? Sen mana bu uyda yashaydiganimizdan qo'shnimizsan ikkalang? Ikkalamiz kim qolgan? Bo'pti, hozir hal qilib olamiz. Tak. Borib janob merga aytish kerak-da birinchi o'rinda. Xo'p, mayli. Hozir mana. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Jo'xa, qalaysan, tinchmisan?
Rahmat, o'zingiz qalaysiz? Ha bo'ladi, zerikmayapsanmi xotinsiz? Вообще zerikib ketganim yo'q. Kun bo'yi mazza qilib yashab yuribman. Ha, malades, o'z xotin nima kerak senga? Shuni aytmaysizmi? Ha, aytyapman shuni. Bo'pti aytgan bo'lsangiz zo'r chiqibsiz. Короче, bitta mombo bor qishloqda. Qanaqa muammo? Короче, ikkita jetel mana Bashnyan yonida yashaydigan bittasi nari tomonda yashaydigan jetel ikkalasini eshigi yo'qolib qolibdi. Ishi ham yo'qolar ekanmi hech dunyoda? Yo'qolibdi-da o'shasini ikkalasiniki. Hozir talashib o'tiribdi bir-biriga yig'lab, yordam ber, joha deb menga elandi. O'ziga aytsa bo'lmas ekanmi? Bilmayman, sizda uyalar ekan, bitta eshik uchun siz yoningizga kelishga. Ha, yaxshi, bekor qilar ekan uyalib. Bo'pti, nima qilish kerak hozir? Men ham hayronman o'shanga nima qilishga. Bo'pti, eshikni hal qilib yuboramiz. Eshik olib kelib berasan sen birorta yasab turib. Nimaga men olib kelib beraman? Chunki senga bir stak zumrad beraman. Rostdanmi? Ha, rostdan ola qol. Yaxshi bo'ldi. Mana boshqa gap. Bo'ldi, unda hozir boraman o'rmondan daraxt kesib kelib eshik yasab beraman. Bo'pti. Keyin aytgancha o'shani kim o'g'irlagan deb iloj boricha aniqlay olsang aniqlaysan. Xullas aniqlada qisqasi. Bo'pti, janob ber, unda men ketdim. Mayli, yaxshi bor, ishni tezroq hal qil. Aha, mayli, qanday aniqlasam ekan? Mayli, birorta reja o'ylab topamiz. Balki u qachon kelgan ekan? Ertalab kelgan, kecha dedi shekilli. Hoy, jetel, o'g'ir qachon keldi deding? Kechasi keldi. Demak bu kecha ham keladi boshqalarning eshigini o'g'irlashga. Kechasi men uni tutib olaman. Bo'pti, o'shani qilasam nimadir qil xullas. Bo'pti, mayli hozir. Nima qilsam bo'ladi? Birinchi o'rinda mana bu pulni berdi-yu janob mer. Bularga bu kecha eshik qo'ymayman, chunki hozir qo'yib qo'ysam bu kecha ham bu eshiklar o'g'irlab ketishadi. O'shaning uchun avval o'g'rini tutish kerak, keyin eshik qo'yib berishim kerak. O'shaning uchun birinchi o'rinda o'g'rini tutamiz. O'g'rini tutish uchun qanaqadir reja o'ylab topaman. Birinchi bu tomonga kirishimni kerak yo'q, men bu yerga kirsam bo'ladi o'zi. Bu yerda hech narsa yo'qmi? O'zi pullarim ko'p ekan, nima qilaman? Buncha pulda hamma pul ko'p. Pulda og'irligi yo'q akalar. Ko'p pul hech qanaqa zarar bermaydi bizga. Qurolda olamiz, o'g'ri kelib bizni qo'rqitmoqchi bo'lsa, badabang bisht qilib olamiz. Nima deganimni tushundinglarmi yo'q bilmadim, lekin o'zim ham tushunmadim to'g'risini aytsam. Qayerda kuzatsam ekan o'g'rini? Hali kech tushishga yaqin qolibdi. Quyosh botaman deb turibdi. Botay tez bot. Xo'p, men shu kompyuterchini oldiga o'tiraymikin? Yo'q, asabimni buzadi yomon gaplar gapirib. Qaniydi asabingni buzaman. Brat, shuni ham eshitdingizmi? Eshitaman-da yaqin joydan gapirayotgandan keyin. Uzr brat, bo'pti, uzoqroqqa borib gapiraman. Hozir ko'rmayaptimi meni? Mana shu bratim yomon asabimni buzyapti boru. Eshityapman. Brat, qulog'ingiz lakatirmi? Qancha uzoqda turibman? Qanday eshityapsiz? Eshityapman-da. Bo'pti, mayli, yaxshi eshitayotgan bo'lsangiz. Hozir menimcha qaranglar, buni eshigi ketdi. Endi mana uni eshigi bilan mana uni eshigini olsa kerak. Demak, bu degani mana shu yerda kutaman degani. Bu baribir kompyuter. Mana uni ustiga chiqib kuzatsam yaxshi emasmi bundan ko'ra? Zo'r fikr. Davayki ustidan chiqib kuzataman akalar. Shuni keladi-yu, ustidan shuni sakrab tushaman-da. "Hoy, nima qilyapsan?" deyman. Nima qilyapman deydi. Ovozi rostdan o'xshatar ekan. To'xtanglar, bu uyga o'tib olay, chunki mana undan yerga sakrab tushgandan ko'ra buni ustidan tushsam yaxshiroq tushaman. Ya'ni qattiq tushmasdan sekincha mana ustiga chiqib olaymi ekan. Bu meni ko'tara olmaydi. O'zini zo'rqa ko'tarib turibdi, meni qayerdan ko'tarsin? Ana endi kech uji tushib boshladi. Quyosh botibdi shekilli ko'rinmayapti. Kutamiz ana endi. Va nihoyat keyingi eshiklarni ham olsam bo'ladi. Menimcha o'yin bitib qolsa kerak shular bilan. Hoy, nima qilyapsan? Kimsan? Men Johaman, o'zing kimsan? Men haligi nima edi? Tez eshiklarni joyiga qo'y. Nima qilmoqchisan? Hech qachon joyiga qo'ymayman. Olsang men tutib ol. To'xta, yaramas. To'xta deyapman men senga. Nima sen yengil atletikaga yugurishga borganmisan? To'xta, hozir tutib olsam bormi? Bashirringni to'rtga bo'lib qo'yaman. To'xta deyapman. Namichi tez yugurasan, tag'in qo'lida ikkita eshik bilan ketyapti. Buni qaranglar obunachilar. Oy, to'xta, qayoqqa ketyapsan? Iltimos menga tegma. Bu eshiklar menga juda ham zarur. Nima qilmoqchisan? Nima qilmoqchiligingni ayt, xatyabi. Ortimdan kel ko'rasan. Shundoq ham ortingdan boryapman seni tutmoqchi. Agar to'xtamasang bor, otib o'ldiraman. Ozgina sabr qil, mana yetib keldik. Tushunmadim. Bu qanaqa joy? Bu haligi bu meni uyim, iltimos menga tegma. Eshikdan uy yasadingmi? Qalay chiqibdi, zo'rmi? Men
do'stlarim bilan nima edi, короче, tortishib qolgandim. Keyin eshikdan yasayman dedim. Ular ishonmadi va men yasadim. Endi esa ular menga 10 stak zimrod berish kerak. O zo'rku, endi eshikni boshqa o'g'irlamaysanmi? Yo'q, iltimos tegma, faqat o'g'irlamayman boshqa. Ha, mayli, agar yana o'g'irlasang bormi, mendan ko'rasan. Bo'pti, rahmat, o'g'irlamayman. O yaxshi. To'g'risi obunachilar tekkim kelmadi, chunki 10 stak izimrod olsa, o'sha bu o'g'irlik qilmaydi keyin. Bu prosta hozir o'g'irlik qilyapti-yu. Eshikdan uy yasaganiga lekin qo'yil qoldim bor obunachilar. Eshikdan uy yasaganni ko'rganmisizlar? Bu dahshatga ichida hech qanaqa yoritgich narsasi yo'q, lekin eshiklarda o'zi yorug'lik berib turdi. Nima bo'lyapti bilmayman. Mayli, lekin juda ham zo'r uy quribdi. Malladis. Bundan katta quruvchi chiqadi. Endi bilmayman qanday quruvchilik qilmoqchi bo'lgan yoki boshqa narsa qilmoqchi bo'lganmi. Xullas nimadir rejasi bordir-da, akalar. Pulni olib turib endi borib bitta mashina bosib yuboradimi yo shahardan uy yuboradimi? Nimadir qiladi. Bu yerdagi jitellar nima qilyapti ekan? Mana bu yerda qo'shnim yashardi. Qayergadir ketgan shekilli. Har doim kechasi uyda bo'lmaydi. Menimcha shu katta ehtimol bilan kimnidir uyiga borib yashaydi-da. Shu qanaqadir do'st topib olganmi deyman-da. Obrat bo'lsa kechasi bilan o'tiradi. Klient kelamikan deb, lekin kechasi ham kunduzi ham klient kelmaydi. Mayli, o'zi biladi. Men esa uxlayman har doimgidek. Kech bo'lgandan keyin nima ham qilinadi? Uxlanadi, boshqa ish qilinmaydi, uxlashdan boshqa. Tak, hozir uxlayenda ertalab turib bitta ikkita ishlar bor, o'sha ishlar hal qilib, ya'ni eshiklar degandek eshik yasash kerak. Men stulga o'tiribman, uxlashim kerak-ku axir. Tak, va ana va ertalab bu kompyuterim dahshat chiroyli ko'rinar ekan bor uzoqdan, lekin rostdan yorar ekan kompyuterdan protsessorni qo'shmasa, lekin mana ishlamaydi. Windows akalar, Windows 10 o'rnatganman. Endi bu Windows 10 tashqaridagi adashmasam Windows 11 bo'lsa kerak. Hozir ko'ramiz qani. Da, bu ham 10 ekan. Windows 11 li kompyuterim ham bor adashmasam, uni bilmayman, sotib olganmanmi, nimadir qilib yuboribman shekilli. Hozir boramiz akalar, 2 ta emas, 3 ta, 4 ta nechta eshik yasab kelish kerak. Bir dunyo eshik yasab kelib, mana bu yo'qolgan eshiklarni egalariga shuni qo'yib bersam, men janomer pul berdi-da, bir tezimrod. O'zi bir tezimrod hech narsa bo'lmaydi. U ikkita uchun bergandi. Bu kecha o'zi yana bitta o'g'irlik bo'lib, 3-eshikni ham o'g'irlab ketishdi. Endi 3-sini janomer ham bilmagan, men ham bilmagan, o'g'ri bilgan, janob keyin jitel ham bilmagan eshik egasi. O'shaning uchun ham endi bilmagan uchun mayli qilib beraman. Yo'q demayman akalar. Tak, mana bu yerni ham shunday qilib yoramiz, olamiz. Nechta daraxt olsam bilmayman yetishini. Menimcha mana shunday yetib qolsa kerak. Yetmasa ham menga o'ta farqi yo'q, qaytib kelmayman, chunki juda uzoq bor. Ko'lni bo'yiga kelib ketishga vashchi erinib ketaveraman. Ba'zida janomer bor menga baliq tutib kelaydi. Nima qilasiz baliqni desam, boshimga qo'yaman, yeyman ekan ishni deydi. Asab buziladi-da, o'zim men ham asab deyman, buzarman bo'laman. Endi asab buzilmasligi uchun harakat qilyapman-da obunachilar. Tay, hammasini shuni taxta qilib yoramiz. 44 ta taxta. Bemalol xohlagancha eshik yasashim yetadi. Bitta vesta shu yerda turib tursin. Tak, bizga 3 dona eshik o'zi yetadi. Mana bu qo'shnimda eshik oq eshik. Unga boshqacha eshik qo'yib berishim kerak. Bilmayman o eshikni qayerdan olaman. Adashmasam shu uyning ichida bitta zapaska eshigi bor edi. O'tgan safar menga aytgandi, "Mana shu yerda eshigim bor, xohlasang olgin" deb. Men eshik puli bor ekan. Puli menga nima kerak? Puliga tegmayman. Obunachilar birovning puliga hech qachon so'roqsiz tegmaylar, chunki u birovning puli. Mana akalar, o'ta go'zal, men eshigimga o'xshaydigan eshik. Короче, bo'ldi akalar, endi ketdim. Bor dam olib tursam ham bo'ladi. Eshiklarni qaytardim. Ana o'g'ri xursand, hammasi cho't